Bittada 3 ko'zli kameramiz. Bu sim kartaga ishlaydigan modeli bor, Wi-Fi ga ishlaydigani bor aka. Bitta ko'rib chiqamiz akalar. Obzorini qilib beraman. Xullas trendda sotilayotgan kameramiz akalar. Qaranglar akalar. Bu Wi-Fi ga ishlaydigani, sim kartaga ishlaydigani ham bor. Mana unisi 360 aynaladi akalar. Odamni ko'rsa o'zi quyida aynalib harakatlanaveradi. Sensor datchiklari bor, mana led chiroqlari bor. Bunisini chap tomonga qaratasiz. Bunisini o'ng tomonga qaratasiz akalar. Shunda uchoq tomonni ham ko'rib turasiz. Bitta kamera, ikkita kamera, uchta kamera bo'ladi. Sensor datchik led chiroqlar bo'ladi. Kanal mikrofon bor. Sim karta Wi-Fi ga ishlaydigan modeli bor. Olganga mana 32 talik chipini qo'shib beramiz, dastavkasini bepul qilib beramiz. Rossiyada bo'lsangiz ham telefoningizga ulab beramiz akalar. Endi bundan hozir baraka qildik akalar. Toshkent viloyati Bekobod tumaniga baraka qilib musofirda ekanlar, telefonlariga o'rnatib berdim. Endi bunisini akalar ikkita do'stlar olishdi, Andijon Baliqchiga baraka qilib akalar. Wi-Fi ligidan olishdi bular, 680 ming so'mdan baraka bo'ldi. Kabellari 35 ming so'mdan baraka bo'ldi. 15 metr kabellar. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa, Telegramdan yozaverasizlar.